Jelim chiqib ketdi. Menda jelim deb problema ko'p aytadi. Jelim nimadan chiqadi? Birinchi o'chirda stressdan chiqadi. Mana bu yerda mexanический повреждение bo'lgan. Mexanический повреждение bo'lgan. Mana lopatkami ketmaymi tiygan. O'shanda bu shokka tushib jelim chiqarib bergan. Plus yana jelim qachon chiqadi? Jozda solnichniy ojogdan chiqadi. Solnichniy ojogdan kun tiyib kuyganda. Keyin qishinda mana qizib kechqurun pripad temperatura 10-15 gradus pripad bo'lganda sovuq bo'lib suv muzlaganda mana ular mikrotreshina bo'lib o'shandan chiqadi. Yana 2-3 prichina bor. Bunday bo'lsa nima qilamiz? Haligisida VHD mana shu jelimlarni bunday olib tashlaymiz. Jelimni iloji boricha olib tashlab bunday olib, endi bardig'ini hamma sizlarga bittasini ko'rsatay. Olib tashlab jelimda mana. Pichoqda bo'lsa udobniroq bo'lsa kerak. Yo stameska bo'lsa mana qaranglar. Bunday qilib olib, mana imina chiqqan jeri bor, jelim chiqqan jerini mana jashil jerigacha, mana jam jashil bo'lguncha qilib tozalaymiz. Mana jam jashil qilib tozalaymiz, jashil jerigacha. Keyin tozalagandan keyin pichoqqa olib medni kuparosda 3% rastvor qilib 10 litrga 300 gram medni kuparosda aralashtirib masherga surtamiz. Endi shotkada surtib, keyin o'shaga ozmas ayiq qo'shib, bunday oqtab qo'ysak, вообще yaxshi bo'ladi. Chechimi shu paka. Medni kuparos mana atak bu stressdan keyin o'sha mikrotreshinalardan mana shunday bo'lib chiqadi. Mana qaranglar, masherga ham lopatkami ketmen tiyganda o'shaning uchun shokka tushib, mana stressga tushib, stressda jelim chiqarib beradi. Shu hurmatli jamoat, hozir erta jozda mana shu jelimlarni olib tashlab, jashil jerigacha tozalab, 3% medni kuparosda oqtab qo'ysinlar. Sog' bo'ling. Alloh razı olsun.